Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun 230 ga 130 tinti prisimizni hop Qarshi tumani Sariq qishlog'iga qilib berdik. Birinchi navbatda bu Nexia'mizga mana bunday zavodskiy farkoplarni qo'yib berdik. Stiker kabellarni berdik, eng zo'rlardan. Bir tane turizlik zamaklar qo'yildi. Ranglar aytgan ranglarida bo'yab berildi. Tintlarimiz oldi qismida shamol ketayotgan bo'ldi. Orqa qismlari ochamiz. Tintlari mana ochiladi nasibida. Qanday ochilmay qoldimi yo'qmi? Chiroyli bo'ldi. Mana shu holatda zamaklarimiz demak namoz asoslar qo'yildi. Ichki ko'rinishi mana. Kimga mana shunday prinsipda kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Chiroylisini qilib beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchamaylar.